Hozirgi yoshlar ham qiziqdi. Ishlaydimi, ishlamaydi, uxlagan. Odam narsani nimaligini bilgan biladi. Uyquni juda ham zo'r ochadigan narsa. Hozir shu bilan bo'landa uyqusini ochib tashlaylik. Telefon qo'yib ketgan qo'lga. Uxlashini qadaylar. Sezmaydi ham. Ha, uyqu ochildimi? Mazza ekan. Telefon qo'lga. Uxlagan. Yana mana uydagilar so'raydi. Shogirdingiz yaxshimi deb. Uxlashni bilmaydi-da uydagilar mana. Agar uxlashni bilsa-ki, to'shni uydagilar haydaydi mana. Yana uxlaysan? Ha? Yo'q. O'lasanga yana uxlasang. Ustingga suv qo'yaman, tushunding-a?